Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish, uning oldini olish va bartaraf etish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amaliyotga izchil tatbiq etilmoqda. Ayniqsa, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, aholining huquqiy ongini yuksaltirish orqali ushbu illatga qarshi samarali kurashishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shu maqsadda joylarda turli targ'ibot tadbirlari, uchrashuvlar va davra suhbatlari muntazam ravishda tashkil etilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etilgan navbatdagi davra suhbati ham ayni shu maqsadlarga qaratildi. Mazkur tadbir respublika bo'ylab amalga oshirilayotgan jamoatchilik ishtirokida maishiy korrupsiya holatlarini o'rganish va tahlil qilish loyihasi doirasida o'tkazildi. Tadbirda assotsiatsiya rahbariyati, Namangan viloyati vakillari, Adliya boshqarmasi hamda jamoat fondining viloyat bo'limi mas'ul xodimlari, shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Ma'ruzachilar tomonidan mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, davlat organlari faoliyatida jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritildi. Hozirgi kunda respublikamizda 9700 dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, har bir yo'nalishda faoliyat yuritgan nodavlat notijorat tashkilotlarni ham ushbu demak maishiy korrupsiya va umuman korrupsiya kabi illatga qarshi kurashishga keng jalb e'tiborilmoqda. Bu ko'proq jamoatchilik kengashlari, jamoatchilik eshituvlari va shu kabi turli xil yo'nalishdagi faoliyat orqali hozirgi kunda davlat organlari bilan hamkorlik, ijtimoiy sheriklik asosida korrupsiyaga qarshi kurashishda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganligini yana bir bor ta'kidlash lozim. Tadbir doirasida nodavlat notijorat tashkilotlari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida o'tkazilgan onlayn ijtimoiy so'rovnoma natijalari keng muhokama qilindi. Aholining korrupsiyaga munosabati, uning kelib chiqish omillari va bartaraf etish bo'yicha takliflari o'rganildi. Jumladan, Namangan viloyatida 100 dan ortiq so'rovnoma jamlanib, ular asosida tegishli tahliliy xulosalar ishlab chiqildi. Savol-javoblar jarayonida sohada mavjud ayrim muammolar va ularning yechimlari yuzasidan amaliy takliflar ilgari surildi. Bugungi yig'ilishimiz maishiy korrupsiyani turlari va ularga qarshi qanday ishlarni olib borishda nodavlat notijorat tashkilotlarni faoliyati to'g'risida bo'ldi. Muloqotda biz har bitta nodavlat tashkilotlarning oldida turgan keraklik va ilojsiz bajarilmasa bo'lmaydigan ishlar to'g'risida ham bahslashdik. Bu yig'ilish juda katta foyda olib keladi. Nodavlat notijorat tashkilotlarni faoliyatini yanada takomillashtirishga, yanada ularni faolligini yuksaltirishga olib keladi degan umiddaman. Tadbirning ijtimoiy ahamiyatini oshirish maqsadida ehtiyojmand aholi qatlamini qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan, 5 nafar ehtiyojmand oilaga oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat ijtimoiy paketlar topshirildi. Bu kabi tadbirlarning muntazam ravishda o'tkazilishi jamiyatda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish hamda korrupsiya illatiga qarshi kurashish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.